Salomat bo'ling Muhiddinjon. Juda maqtanchoq ekansiz. Nimaga? Choyxonada o'tirib oqsoqollarga maqtanganimizsiz. Nima deb maqtanib? O'rini o'zim ushayman debsiz, oqsoqollar sizdan so'rabdi qanaqa qilib ushaymisan deb. To'g'ri. Siz ularni ham rosa kuldiribsiz. Nima debman? Men o'rini izidan taniyman debsiz. Ha. O'lchab ko'raman, 1,5 qarishdan jindek katta bo'lsa, aniq Muhammadsiz akamki bo'ladi debsiz. Ama nihoyatda puxta mukammal o'g'ri bo'lsizlar. Ha. Shu kapami tagida 5-6 ta sara qirma qovunlarim bor edi. Shunaqa ekan. G'aflat uyquni qarang aka. Ha. Men uxlab yotaveribman, tagimdan uzib ketibsizlar bilmabman ha. Salomat bo'ling Muhiddinjon, men o'tgan yili 2 gektar yerga qovun ekkan edim-a. Shunaqa bo'lgan. Meni ko'rib havas qilib qovun ekkan ekansizda. Sizni havas qilganman aka. Men qovunlarimni katta-kattalarini Vistapkaga jo'natuvdim ko'rgazmaga. Ha. O'zim ko'rib qolib, rosa maqtabsiz-ku. Nima debman? Otasiga rahmat, dehqon bo'lsa Muhammadsiz akamdaqa bo'lsin debsiz. Ha. Bu atrofda Muhammadsiz akamnikidan kattasini ko'rmadim debsiz. Haqiqatda qovunlaringiz katta bo'lgan aka. Katta edi. Lekin qovuningiz katta bo'lishidan meni ham ancha hissam qo'shilgan. Qanaqa qilsangiz qo'shilgan sizni? Siz yerga yaxshi ishlov berardingiz, suv qo'yishga no'noq edingiz. Men unaqacha suv poylashni yoqtirmayman, uka. O'shaning uchun sizga yordam bo'lsin deb kechasi uxlaganingizda sizga oqizib qo'yardim men.